Maqaranglar köpçülük, yaxshimsizlar. Bugun Kamoliddin apandim mana adaydan beni yo'qlab chiqibdi bu yerga. Mana mushu o'g'itmi chashmaysiz? Yo'q, o'g'itmi yo'q, ma yerlik. Tabiiy. Ma yak burun o'g'it chetib baqqanmi yo'qmi? Burun qo'yni qig'i chachimiz bunga. O'g'it. Ya, undaqlarni ya, undaq chachmaymiz. Unda olsa qo'ynimi biz mush bidid baqimiz. Ha, mushda baqimiz. Mushda baqimiz. Unda olib qolsa siz 300 qo'y beqang. Men sherik bo'lay. Setib chiqarishdan tatib men ega bo'lay. Mushu sizningki mush organik bidid baqaylar. Yemni men tanshab qo'yni oxirida men bir sizga taklif. To'g'ri. Chunki men yerda sizda bir bidi bor ekanmas, men organik bidi ekan, men o'g'it chashmagan bidi ekan. Men bidi bilan biz o'g'it sanmagan yem bilan beqib tetib qo'yaylik haqqi go'shtning ta'mini. To'g'ri. Haqiqatan bo'ldi u. Yerlik degan yerlik. Ta'mi o'xshamaydi. Agar 300 ning paytisini tang bo'lasak, oz gap qoldirsangiz siz 300 ning, men 300 ning 600 ni baqila. Bo'ldi qani. Men ko'z tutib qoldim birga. U bizmi yesak bo'g'dak bidida bilan atazliqqa bak yaxshi. Ya o'chiramiz bidini. Mushu bidida qo'yib mening bidiningki aqsil miqdori har jihatdan yuqori. Masalan, atazda biz faqat birlik qitim yalaymiz-da. Biz mush bida orqali qo'yib o'dirsak, agar ikkimiz hamkorlashib qolsak, men bidiningki bahasini bozor bo'yicha qancha pul hisoblasangiz shunday hisoblab kirgizamiz. Mana ma ketgan bidlikning hammasi, ma etizlikning hammasi shu. Akayindagi bidliklarning hammasi shu. Ma bidlikka bir talmo nevsu sepaqmagan bidlikka 200 tuyoq qo'y baqmoqchi bo'layapmiz. Mushu qo'yni sizlar o'zingizlar yeyotgan qo'ydan 5 qo'y o'rsasak ola olamsizlar, ololmaysizlar. Inkasrayni qoldirib qo'yinglar. Agar mushunda organik bidiningki nevsu sanmagan qo'yning o'g'iti bilan qilgan, anandan keyin shunda nevsu silinmagan, yemdi beqilgan, pakiz beqilgan qo'yning go'shtini 5 qo'y o'rib bo'lsin, olamiz deydiganlarning sanji qolib qolsa mush bidi bilan beqishni mush jag'istayda boshlab ketamiz hamsa. Bugun Kamoliddin apandim mana adaydan beni yo'qlab chiqibdi bu yerga. Sababi nima desam, mushtaq bir choruvchi va nizom do'kon degan bir choruvchi bor ekan. Mushuning ahvolini bir ko'rib baqayli deb, mana darslarni mana oshqozon go'hri deydi. Men o'zim talab qo'rqqan narsaning birisi mushu. Mush oshqozon go'hrini bir yigitsam bo'ladi. Yigitsam mush qonunki tarafdan kayinda chiqib ketmaydi degan anglagandan keyin mushuni tashlab bo'lib turadi. Mana bugun mushuni achiqqach meni yo'qlab chiqibdi. Mashin bir amaliyot ishini tipiqing. Agar ishlab bo'lsa, haqiq bo'lsa, buni tashviq qilib qo'yasizlar deb chiqib ketgan mana bu bal bilan. Ani demakchi bo'lgan nima desanglar, agar haqiqiy mushtaq bed bilan, organik bilan baqqan qo'ylar bo'lsa, qimmat olma desanglar, bu Kamoliddin apandim bilan yo'l qilib, biz aloqalasanglar bo'ldi. Biz birlikda sizlarga bu qo'yning ta'mini, go'shtning ta'mini bir tetib ko'rmoqchi degan umidda sizlar oldinglar chiqildik. Xayr, aman bo'linglar. Aman bo'linglar, inkasrayni sizlarni saqlaymiz. Xayr, xo'sh.